Mana Spark avtomobilimizga mana katushkali babinasini olib tashlab turib, tez o'lgani uchun 1.5 babina moslab berdik. Shu moslanishini simlar to'klarni aytib o'tamiz. Impuls qaysi, to'k qaysi emassa, shularni aytib o'tamiz. Nima kerak bo'lishini aytib o'tamiz. Bitta switch provoda 1.5, switch babina 1.5. Bitta babina ishga ketadi, bo'ldi. Keyin mana qarshiligimizdan bir tomonlama diod deyiladi. Mana shundan 4 ta ketadi. Endi buni ulanishlari mana bu chekadagisi, mana mashinasi kalit to'sti to'ki zajgana deyiladi. Kalitni polni ochganda to'k keladigan mashinasi. Bu ikkinchi daysimimiz pastani massa minus pastani minus monosi esa 1 bilan 4. Babinamizda 1 bilan 4 yozilmaydi bo'ladi. 1 bilan 4, 2 va 3 bo'ladi. Mana shu monosimimiz 1 bilan 4 deb bo'linadi. Mana shu simimiz. Bu 2 bilan 3 tiki mana shu. Switchalarimizda 4 chiqadi, input chiqadi, beradi. Babin switchga 4 chiqadi, bu ikkita switch provodadan. Mono 1 bilan 4 ga mana mono tomon 1 bilan 4. Shunga mana undan keladi. Impuls narada kelishi monosi 2 bilan 3 tiki chiqarib beradi mashinaga. 5 volt 3 volt impuls kelganda mashinaga sachib beradi uni. Bu tomonda esa mana o'rtada esa 1 bilan 4, bu cheka tomonda esa 2 bilan 3 tiki. Endi bunga diod qarshilik qayerga qo'yilishini aytib o'tamiz. Mana mayga qo'yganmiz mana. Bu 1 bilan 4 nikini aytib o'tamiz. Mana 1 bilan 4 ni mana babina tomonidan olib kelganmiz, simni. Olib ketib, bir tomondan diod olib kelganmiz. Mana oq tomonini mashina qilganmiz. Nariyada endi 1 bilan 4 adden impuls kelgani uchun biz har bittasiga bu babina kirish tomoniga bittadan diod qo'yib yuborganmiz. Har bittasiga 4 ta sim kelsa, 4 o'lgan bittadan qo'yiladi. 2 tani bitta qilib turib, yo'q o'tish tomonini, babina ketish tomonini 1 bilan 4 ga mana shunday oq tomoni shunday ulanadi. 2 bilan 3 tiki ham mana 2 bilan 3 cheka tomonda bo'lsa, u ham shunday ulanadi mana. Ikkita nariyadan kelaveradi impuls. 2 bilan 3 tiki. Keyin bittadan 2 diod qo'yib turib, bu yog'ini bitta bo'lib, oq chiqish tomonini, babina kirish tomonini bitta qo'yib oladi. Mana bitta qo'yib olganmiz. Shundan ulanadi. Shu bilan mashina yuraveradi. Mashinani bitta yurgiziladi, mana yurgishini ham ko'rib qo'yamiz. 8 ishlaydi, xudo xolasa. O'zinikida, ha, yurgizgan aka. Mana yurdi. Mashinamiz ishlayveradi. Shu bilan oddiy katushka babinadan qutuladi. Bo'ldi. Shu bilan akamiz donali babinalardan qutuldi. Katushka deyiladi. Bu ham katushka, katta katushka. Bo'ldi, shu bilan bitdi.